Men o'zimni eng baxtli 8-7. По прогнозам, счастье, любовь, здоровье. Siz qadrli do'stlar, bu menim ikkinchi chiqarilish. Ayda ketdik. Biz bugun Portugaliyada. Menim Portugaliyada bir malni bo'lganim bor. Bek qo'ytasi kelgani, bek yonidan borasi kelgani, mana joyi chiqdi. Kelib jetdik Portugaliyaga. Yoz, mart, bek yashillikda hozir jilatgan 20 gradus. Quyosh bor, bek rahat, har ko'rsatamiz. Portugaliya. Büyük motor, büyük rahat bizning uyimiz büyük shap o'rinda o'rnashgan. Ko'rinib turadi bütün motorliqlar. Bütün motorliqlar ko'rinib turadi. Nindi havo, nindi jili. Bunda shunday rahat, jili, motor tamni islar kelar. Ila sovuq bilan juvolar endi idanlarim. Qarag'iz. Men o'zimni eng baxtli kishi kabi his etaman. Bunda shunday jili, rahat. Bulasıqdan kela endi bu islarni esnasigdan kelib turam. Lisabonda eski tramvaylar yurilar. Manday. Birsi sentr bo'ylab yuri, 28 marshrut bo'yicha butun sentrni o'rab bora, qarshilag'a minib turamiz. Eski o'tiga to'xta, eski tramvay. Lisabon bek burunga o'rin. Bu bizning rahatli bo'lgan endi bu yerda kishilar yashagan, bu shahar bo'lmagan. Shahar bo'lib mingdan yil ortiq shahar endi bu har. Lisabon Portugaliyaning qo'lasi. Tag'in narsalar. Bunda bu okeanga bek yaqin. Shuning uchun okeanning tigag'idan, zalifning tigag'idan g'arablar yashaylar. Shu g'arablar bek qirida bo'lgani uchun butun arxitekturada u ko'rinib turadi. Mana mandi azuleju degan plitka bu. Ko'p uylar, yurtlar shunday plitka bilan qoplangan. Har yoqindan ko'rsatib olam shu plitkalarni. Mana shu plitka yoqindan. Mana 1, 2, 4 plitka turadi. Shunday uylar bilan qoplangan ustidan osqatiklar. Mana shirat. Jeykini bu shirat ana deganda orqa qadar tortiladi. Hali shirat bilakigina. Bu shirat bir tamda narsakay. Bunda pishira turgan. Bu eng burungi yer shu bir pesheniga o'tnamakayda pishira turgan. Biz shu ortidan da borib bosamiz hozir. Hozir sotib olirga da shirat, pishirgach olirga da shirat. Chek berarlar da shu chek bilan yo'qdan kelasing. Menga birigizali deb pishirganingizni. Jeykini men bunda bo'lganda hali mart Jeykini bo'lganda buni eshiklarga qadar, buni tiqirqa qadar shirat turadi. Hozir mana shirat yo'q, bari tek kishi azraganda sezon bo'lmagan. Manda paketda beradilar. Ishinde bu koritsa. Soğanlar yonadan
Şeker de var. Şeker üstüne sibəsiniz kilsem. Manda bir soğutta bireler. Şunu açıp qarayıq. Mənə bir şunday pişenka bu sladionный testo. İçinde yumurqa bilen sufle salğan püsük bilen. Bir tamnıqay. Mənə bu Jeronimos degan monastir. Buni korol tuzgan. Qaraytam. 500 yıl ilk mana korol tuzgan. Vasco da Gama Indiyani oshib, bütün pryanislar kelib o'qsha ketirgan uchun mana shu o'qshaga tuzilgan bu monastir. Bu o'ringa kirir uchun shu monastirga 10 yevro so'raylar. Burungi zamonda Portugaliya bek boy bo'lgan. Ularning karablari bo'lgan uchun, okean, dengiz yo'llari bo'lgan uchun Indiyaga borib spetslar olib qaytganlar da bunda butun Yevropaga sotganlar. Shuning uchun bek boy bo'lganlar ular. Har bir tovarning 5% olib, o'zlariga qoldirganlar, ham shu o'xshaga butun uylar tuzganlar, mana monastirlar tuzganlar narsagina yo'q. Mana bu Jeronimosning ishi. Butun yerda o'zincha bezak. Mana bunda bunday turli bezak, ikkinchi arochkada o'sha ikkinchi turli bezak. Bek tirishib ishlaganlar endi 500 o'lik bundan tuzirga oy ko'p o'xsha ketgandir endi. Mana har bir yerni o'zinchaliklab ittirib yasaganlar. Birsi de mana quvvatlanmay, bunda mana endi yasaganlar. Bunda ushishgan, bir martaba qarasang, ko'proq qoray boshlasang, mana bunda endi qiz biti. Bunda qiz biti yo'q. Yondan endi bir hayvon bor. Bunda ustida har birisini o'zinchaliklab ittirib bezaganlar tirishib. Portugaliyada 1755 yılda yer titrəvi bo'lgan, землетрясение. Shu yer titrəvi vaqtida ko'p binalar bunda jimirlib tushganlar Lisabonda. Mana bu bina endi bu monastir esan qolgan. Shu esan qolgani uchun Alloh taolo deb o'ylaylar endi. Bu esan qolgan. Bu bek boy, bunda ko'p kishining mogilalari bor. Vasco da Gama'ning da mogilasi bor. Bilmeyim indi kirib bulurma, qorab bulurma. Bigirek qiziq. 500 yıl bu binaga bigirek motor, shunday o'zinchilikli. Bunday bir ko'rgan yo'q hali bu. Niq motor pishinkaga o'xshagan. Mana bu eshiklar, ular 12. Har bir apostolga birer eshik. Kirib isповедоваться etadilar endi kishilar. Hozir ko'rsatib olamiz. Kishi kiradi, menda so'lay. Mana mening qo'yg'ilarim. Kishi bosib tura. Vasco da Gama'ning ko'milgan yerini ko'rib bo'lmadi. Yangadan bu shirkavga kirilgan, mana yangadan shirat nechik zo'raygan. Ko'pmi kishi shirat. Unda o'lmali kishi. Lisabon bilagigina shahar, bunda 500 dan ozgina ortiq kishi yashay. 500 mingdan ozgina ortiq kishi yashay. Shuning uchun bu bilagi shahar endi. Qozondan da bilakiraq, kishisi az, ovulda kibik. Shunday bilagi ovulda kibik, ham ovuldagi kibik. Mana qozlar da bor bunda. Bu tigi statuya tug'ilana qarab silkinalar. Ko'rasizmi? Narsa. Ovul qozamasin. Shahar qozama. Siz kimlar? Gittik. Mana ovuldan ayirib bo'laydi, bizning ovulda bunday palmalar yo'q ya. Mana palmaning tarjimasi bormi? Bu birdagi o'g'ash qana to'g'ri, bu birdagi pafosni o'g'ash. Shulay bilan pafos o'g'ash. Zo'r pafos o'g'ash. Mana toshbaqalar da bor bunda. Sanmisiz? Tatar xalqi sanmisiz? Xalaringiz nechik? Nasıl ishlaysiz? Mana men tega zamoq qirinda o'tirib turam. Ishini ko'rsatib olam. Tega borganda men kirmaganim, 10 yevro. 10 yevro jal bo'lgani, bu vaqtda endi kirib qorarmiz. Mana bu 25 yoshga qadar 5 tanka, 5 yevro. 25 dan ortsangiz endi, hozir qo'rtroq bo'lsangiz 10 tanka. O'g'il kishi bo'lsangiz endi, ansida 5 tanka. Mana bu tega zamoq ishinde. Mana o'zingiz ko'rasiz, biz tovda. Bu tov bek muhim bo'lgan butun kishiga da.
Bu garaplar da bu zamakka kelganlar, portugaliylar da bir-birisi bilan so'g'ishganlar. Mana ko'rasiz, bir bino jimirilgan. Bu dega yer titrab vaqtida jimirilgan bino hamon shu tura. Kishi ko'rsin, bilsin deb ko'pmi kishi u vaqtda o'lgan. Mana bu zamaklarning ixatalarida qarab olamiz. Kimdir narsa o'stira, mana kimdir yashaydi jimda. Kishona limonni bir kishining qo'y ko'rinami limonlar. Ana limon. Mana bu dega zamak. Ishinde tag'in bir укрепление. Mana bosqichi. Kishi mana bara. Mening ko'p tizlariga og'ritsa endi rohatlanirsiz. Tamni islar kelar, bunda narsadir shishga o'ta. Qo'yam ekan shishga o'ta turgan og'ashi. Butun shahar ko'rinib turadi. Mana samolyot tushib boradi. Qarag'iz kurka. Mana bunda o'g'ash ustunda tag'in bu kurkalar o'tiralar. Bu zamakda eng qizig'i endi shu kurkalar bo'ldi. O'g'ashda o'tira turgan ala ko'pmi torosh orasida ko'p qizig'i bir yo'q endi. Islari niqtamni. Bunda o'g'ashlar, bunda qizuv tugul, rohatgina shu tosh orasida shahar qorarga niqmatur yerlar bor. Bu zamak ustidan har bir uyning tubasi ko'rinib turadi. Dengizda ko'rinadi. Shu qorarga boramiz desangiz endi kirib bo'ladi. Bu biz bo'lgan zamak. Biz уже ikkinchi yerda. Bu bushqa. To'g'ag'ana mindik. Osta qoldirarman o'rinin. Videosidan mana shu o'qiylar. Bunda kishi foto tusha. Afuytiga sen yurganga. Mana shu o'qiylar. Shuluq. Shuluq shahar. Bu bilan bitta bushqa. Bunda o'z oyog'im bilan minasingda shu bo'ldi. Saudade, gata selvagem, sou caçador, morena flor do desejo, até o cheiro matador. Sevimsiz, qadrli do'stlar, ayda ketdik. Biz bugun Los Anjelesda. Yo'q, biz bugun Los Anjelesda tugul, biz hamon Portugaliyada, Lisabonda. Mening ortimda Cooper, u Golden Gate degan Los Anjelesdagi mostga bik o'xshagan, u most tugul, u ikkinchi Cooper. Bu Cooperni Shuluq kompaniya yasagan, shunga ular bik o'xshashganlar. Bik motor qiziq. Ularga bir necha 100 yil endi hozir. Bir necha tuguldir, 100 yildir endi. Ko'pirdan borgan mashinalar ko'rinib turadi teshiklardan. Bik yengil ko'pir yasarga deb mana teshik yasaganlar. Armaturadan gina o'tib ketdi ana.
Монда кешеләрнең бой яхталары яңадан. Хәзер бер авылга барып кайтабыз. Минем артта күпер калды. Хәзер электричкага утырабыз да bir шәһәргә барып кайтабыз. Шәһәр дип инде ул шәһәр түгел, бер авыл. Авыл сыман. Ул авылда океан күренәчәк. Анда пляж да бар. Менә яңа авылга килеп җиттек. Монда Лиссабонга ошаган инде. Шул ук менә Азулежо тора, шул ук йортлар. Әле күпме икенче төрле дип булмый инде. Монда пляж бар, шул пляжга һәр барып карыйбыз. Артта менә Атлантический океан. Океанга барып төштек. Рәхмәт карап бергәнгә. Бу Португалиянең беренче бүлеге генә, икенче бүлеге булачак. Шуның өчен язылыгыз, лайклар куйыгыз, комментарийлар языгыз. Нәрсә ошады, нәрсә ошамады. Әйдә киттек.